O'zbekistonda modelning bir kuni qanaqa o'tadi? Professional modelning kuni qanaqa o'tishini bilmadim, lekin kelinglar bugun meni kunimni ko'rib chiqsak. Bugun umrimda birinchi marta syomka bo'lib o'tyapti, ya'ni kiyim do'koni uchun. Men buni anchadan beri orzu qilardim, chunki hamma menga bolaligimdan beri "Sen model bo'lishing kerak" deyishardi. Скорее всего, bo'yim baland bo'lgani uchun. Hammaga bo'yim 1.72 desam agar hayron qolishadi, chunki kamerada past ko'rinasiz-ku deyishadi. Bu yerda men уже operatsiya qilib studiyaga ham yetib keldim. Naqd yarim soatga kech qoldim. O'zim kech qolishni yomon ko'raman, lekin organizator qiz juda ham mili ekanlar va vaziyatimni tushunib urush bilan bermadilar. Birinchi bo'lib oddiy kiyimda переходlarni oldik. Keyin esa ko'ylagimni shunaqa pishni fistashkoy ko'ylakka almashtirdim. Bu yerda esa sizda zo'r o'xshavotdi deb meni maqtashdi va men joyida erib ketdim. Men o'zimni bu ko'ylaklarda kitob qahramonlaridek his qildim, chunki to'liq kolleksiya 19-asrdan ilhomlangan. Xatgancha syomka bahonasida biz anchadan beri ko'rishamiz deb yurgan Namasa bilan ham tanishdim. Va barcha ko'ylaklarning ichidan aynan shu menga eng yoqqani bo'ldi. Syomkada 3 kishi bo'lganimiz uchun maksimalniy komfort o'tdi. Ammo modellik men o'ylaganimdek faqat kamera oldida ishlashmas ekan. Va o'ziga yarasha kuch va vыносливость talab qilar ekan. Shunaqa qilib menga model bo'lish yarasharmikan? Izohlarda yozib qoldiring. Va balkim kelajakda kvalifikatsiyamni oshirib, men rostdan ham model bo'lib ketarman. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayr.